Eski lampalardan zamonaviy smartfonlargacha va butun bir elektronikaning asosi bu tosh desam ishonasizmi? Nega bu ixtiro aynan 2-jahon urushidan keyin paydo bo'lgan? Qanday qilib oddiy bir tosh butun bir elektronikani boshqaradigan darajaga yetdi? Agar bu element ixtiro qilinmaganida hali ham sariq lampalar yoqib yurgan bo'larmidik? Shu va shunga o'xshash savollarga javob olish uchun videoni oxirigacha ko'ring. Miloddan avvalgi 3000-yillarda Nil vodiysida oltin izlagan misrlik konchilar tog' jinslarini parchalarkan, ko'pincha shaffof va yorug'likni chiroyli sindiradigan toshlarga duch kelishgan. Bu tosh oltin emas, ammo qadimgi Misr ustalari ushbu toshni sayqallab, silliqlab unga turli shakllar bera boshladilar. Natijada kvars marjonlarga, muhrlarga, tumor va ko'z shaklidagi bezaklarga aylandi. U boylik, himoya va muqaddaslik ramzi sifatida qadrlana boshlandi. O'sha davr odamlari esa bu shaffof tosh ichida kelajak texnologiyasining asosi yashiringanini tasavvur ham qila olmas edilar. Do'stlar, bu ko'rsatuvimizda sizlar bilan aynan shu mavzu haqida gaplashamiz. Videoga like bosib, obuna bo'lib, yaqinlarga ulashib qo'yishni unutmang. Kvarts o'zi tashqi tomondan oddiy ko'rinadigan, ammo insoniyat hayotida juda muhim o'rin egallagan mineral hisoblanadi. Vaqt o'tishi bilan kvarts nafaqat bezak, balki muhim sanoat xomashyosiga aylandi. Kvarts kumidan shisha ishlab chiqariladi. Oynalar, idishlar, linzalar va laboratoriya jihozlari aynan kvarts asosida tayyorlanadi. Asrlar o'tib Yevropada ilm-fan rivojlana boshlandi. 18-asr oxiriga kelib, Saksiya hududidagi Freiberg shahri ilmiy markazlardan biriga aylandi. 1790-yillar oxirida mashhur olim Abraham Gottlob Werner o'zining Freiberg maktabida mineralogiya fanidan dars berar edi. U talabalari oldida qo'lida shaffof, olti burchakli prizma shaklidagi kvarts kristalini ushlab turib, uning tuzilishi va xossalarini tushuntirardi. Werner kvartsning qattiqligi, kristal tizimi va kimyoviy barqarorligini ta'kidlab, uni alohida mineral guruhi sifatida tasnifladi. Uning ilmiy tasnifi keyinchalik butun Yevropa mineralogiyasi rivojiga asos bo'ldi. Ya'ni o'sha paytda kvarts ilm-fanga alohida mineral sifatida kirgizilgan va shundan keyin Yevropaga butunlay tarqalib ketgan bu element. 1824-yilda Shvetsiyaning Stokgolm shahrida shved kimyogari Jonas Jacob Berzelius kvarts tarkibidan yangi elementni ajratib oldi. Bu element kremniy edi. U kvarts aslida kremniy va kislorod birikmasi CO2 ekanini ilmiy jihatdan isbotladi. Shu tariqa insoniyat kvarts ichidagi yashiringan asosiy modda bilan tanishdi. Biroq o'sha paytda ham kremniyning kelajakdagi texnologik ahamiyati hali to'liq anglanmagan edi. 19-asr oxiri va 20-asr boshlarida elektr hodisalari chuqur o'rgana boshlandi. 1906-yilda Nyu-Yorkdagi Amerika telefon va telegraf kompaniyasida muhandis bo'lib ishlagan Greenleaf Whittier Pickard kremniy kristalli detektori uchun patent topshirdi. Uning qurilmasi mushuk mo'ylovi deb atalgan nozik simlar orqali kremniy yuzasiga tekkizib, radio signallarni demodulyatsiya qilar edi. Bu birinchi tijorat ishlab chiqarilgan kristalli detektor bo'lib, yarim o'tkazgichlarning amaliy qo'llanilishiga yo'l ochdi. O'sha paytlar Yevropada, Amerikada radio signallar, radio aloqa tizimlari keng tarqala boshlangan birinchi davri hisoblanadi. Bu voqeadan naqd 34 yil o'tib, 2-jahon urushi boshlarida, ya'ni 1940-yilda yana kremniy tarkibi o'rganila boshlandi. Bell laboratoriyasi olimi Russell All kremniy kristalliga yorug'lik tushganda elektr toki hosil bo'lishini kuzatdi va PN o'tish hodisasini aniqladi. Bu kashfiyot elektr xossalarini chuqur o'rganish uchun yangi bosqichni boshlab berdi. Endi kremniy oddiy element emas, balki elektr energiyasini boshqaruvchi material sifatida qaralib boshlangan. 2-jahon urushidan 2 yil o'tib, Germaniya asosida birinchi tranzistor kashf qilindi. Ya'ni oldin lampali tranzistorlar bo'lgan bo'lsa, endi yarim o'tkazgichlardan tranzistorlar yasala boshlandi. 1947-yil dekabr oyida Bell laboratoriyasida tarixiy voqea yuz berdi. John Barden va Walter Brattain kichik yarim o'tkazgich kristalli ustida tajriba o'tkazib, signalni kuchaytirishga muvaffaq bo'ldilar. Natijada dunyoning birinchi tranzistori yaratildi. Bu ixtiro elektronika asrining boshlanishiga sabab bo'ldi. Keyinchalik Germaniya o'rnini kremniy egalladi va zamonaviy mikroelektronika aynan kremniy asosida rivojlandi. Hozirgi kunga kelib, kremniy asosida mikrochiplar arxitekturasi, mikrochiplar sanoati keng rivojlangan. Nima uchun aynan Germaniya, nima uchun kremniy emas? Germaniya asosan 0.2 volt, 0.3 volt to'yinish tokiga ega. Ya'ni kichkina kuchlanishga ham Germaniya o'zidan elektr tokini o'tkazib yuboradi. O'shaning uchun ham kremniy qo'llanilgan. Kremniyning to'yinish toki
0.7 volt, 0.8 voltni tashkil qiladi. Hozirgi kunda butun bir elektronika sanoati hammasi kremniydan ishlab chiqariladi. To'g'ri, ayrimlari Germaniyadan, ayrimlari kremniy arsenid, germaniy arseniddan ishlab chiqariladi. Lekin asosiy 99% ishlab chiqariladigan mikrochiplar kremniy asosida ishlab chiqariladi. Buning asosiy sababi Germaniya 0.2-0.3 voltga ochiladigan bo'lsa, ya'ni to'yinish toki 0.2-0.3 volt bo'ladigan bo'lsa, radio signallar, har xil elektr xalaqitlar, elektr shovqinlar, pameh deydi ruschasiga aytganda, ya'ni shovqinlar bu Germaniyadan bo'lgan tranzistorlarni to'yinish tokini berib ochib qo'yishi mumkin va qurilmalar barqaror ishlamasligi mumkin. Oldin Misrda kvarsdan bezaklar va undan keyin kelajakki shishalar, shisha idishlar bo'ladigan bo'lsa, 20-asrga, 19-asr boshlariga kelib bu kvarsdan kremniy elementi olinib, butun bir elektronika inqilobini boshlab berdi desak ham bo'ladi. Ko'rsatuvimiz yoqqan bo'lsa, bizga obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Shu bilan ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videoda ko'rishguncha